Mana uyimizni qaranglar akalar. Shunaqa tiniq uy kim oqtar ekan bo'lsa video jo'natib beringlar. Qadrdon yaqin aka-ukalaring bo'lsa bemalol video jo'natib berishlari mumkin. Bu uyimiz 9 uy 7 sutqdan iborat. O'z ichida 8 xona uy bor va uyning ichi polnista podval bo'lgan ekan. Podvallarni, betonlarni baquvvat qilib, tindirishga qilib qo'ygan ekanlar. Armaturalarni originalini tashashgan ekan. Bu uyimiz narxini 81.500 dollardan o'tib beramiz deyishyapti. Narxini qaranglar. 81.000 ga shunaqa uy olsa bo'lar ekanmi deydiganlarga video jo'natib beringlar. Albatta 81.500 dollardan kami bor. O'tib ham beriladi. Bu uyimizning holati juda ham zo'r. To'liq aytsamiz, Farg'ona tumani Oltiariqda Muhammad Sobir hoji ota masjidining yonida ekan. Shu masjid yonidan shunday kirganlaringda, masjiddan bir 500-600 metr chiqsa kerak masofasi. Ozonda ovozi eshitilib turadi. Mazza, shinamgina zo'r hovlimiz. Bu uyimizni polnista remont qilib yuborsalang, qarochi boshqatdan bir 5.000-6.000 sarflasalang remontiga ular pul ketmaydi asli. Ketsa ham bo'ladi-yu, endi bu qilib o'zidan moslab olaverasizlar. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilib, ma'lumot olib, joyga kelib, ko'rib, baraka topdi qilib, notarizda pul sanaverasizlar. Narxini 81.500 dollardan o'tib beriladi.